30-qism. Jonzotlarning yer yuzidagi asl vazifalari haqidagi turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun biz asrlar davomida taqiqlar, bahs-munozaralar va turli tushunmovchiliklar girdobida qolgan jonzot, cho'chqa, to'ng'iz haqida gaplashamiz. Insonlar olamni oq va qoraga bo'lib ko'rishga o'rganib qolgan. Kimdir uni iflos deb chetlab o'tsa, kimdir uni bemalol iste'mol qiladi. Ammo yaratuvchi bu jonzotni nima maqsadda yaratgan? Cho'chqa yoki yovvoyi to'ng'iz tabiatning sanitar utilizatoridir. O'rmonda to'ng'izlar yerni ag'darib, zarar kunandalarni, chirayotgan qoldiqlarni yo'q qilib, tabiatni tozalaydi. Yaratuvchi ularga tabiatdagi chiqindilarni qayta ishlash uchun kerakli immunitet va biologik tizimni bergan. Aynan shu yerda ma'naviy va oziq-ovqat taqiqining mohiyati yotadi. Qur'oni Karimda cho'chqa go'shtining harom qilingani bu shunchaki qoida emas. Bu inson ma'naviyatini himoya qilish qalqonidir. Bu jonzotning DNKsi va energiya chastotasi inson ruhiyatiga mos kelmaydi. Inson bu go'shtni iste'mol qilganda uning ichki tozaligi to'ng'izning chiqindilarini qayta ishlovchi energiyasi bilan to'qnashadi. Bu esa insonni ma'naviy jihatdan og'irlashtiradi. Uning yaratuvchi bilan bo'lgan nozik aloqasini xiralashtiradi. Nima yesang shusan degan naql bejiz aytilmagan. Chiqindilarni yutuvchi jonzotning energiyasini yegan inson o'z ruhiyatini ham chiqindilar bilan to'ldirib qo'yadi. Albatta bu go'shtdan butunlay voz kechgan musulmonlar juda to'g'ri ish qilishadi. Loqal likopchalarida bu hayvonni tinch qo'yishgani uchun ham rahmat. Ammo bu inkor ortida qanday paradoksal va chuqur munofiqlik yashiringaniga bir qarang. Hammadan baland ovozda harom, bu gunoh deb baqiradigan, olamni gunoh va poklikka ajratadigan ko'plab insonlar og'ir ma'naviy ko'rlikni namoyish etishadi. Ular cho'chqa go'shtini yeyishmaydi, lekin do'konga borib, farzandlariga chiroyli qadoqlangan marmeladlar, chaynaladigan shirinliklar, jem va yogurtlarni bemalol sotib olib berishadi. Ular mahsulot tarkibini o'qishga ham erinishadi. Vaholanki, u yerda to'g'ridan to'g'ri cho'chqaning suyagi va terisidan olingan yashirin jelatin mavjudligi aytilgan. Bundan tashqari, xuddi shu odamlar tarkibida cho'chqa yog'i bo'lgan qimmatbaho kosmetikalar, lab bo'yoqlari, ya'ni pomada, sovun va kremlarni tonnalab ishlatishini ko'ramiz. Axir bizning terimiz eng katta shimuvchi a'zo-ku. Teringizga surtgan har bir narsangiz teshikchalar orqali bir lahzada qoningizga, to'qimalaringizga va hujayralaringizga singib ketadi. Harom, harom deya baqira turib ushbu mahsulotlarni olib ishlatayotganlar nafaqat ishlatishadi, balki chiqib olib boshqalarga uni ko'z-ko'z qilib reklama ham qilib qo'yishadi. Inson cho'chqa go'shtidan jirkanib, hamda uni gunoh deya bilib o'zini tortadi, lekin o'zini va bolalarini cho'chqa mahsulotlar bilan to'yintirib, o'sha og'ir chiqindi qayta ishlovchi energiyani o'ziga singdirib boraveradi. Bu haqiqatni oyog'ini osmondan qilib o'qish va ma'naviy ko'rlik emasmi axir? Yana odamlar cho'chqaga yuqoridan pastga qarab, "O iflos, bunday hayvon, shunday yomon hayvonki, hatto o'z bolasini ham yeb qo'yadi" deyishni juda yaxshi ko'rishadi. Keling, niqoblarni yechib, haqiqatning ko'ziga tik boqaylik. Agar cho'chqa shunday tajovuzkorlik ko'rsatsa, bu faqatgina inson, odamzod uni vahshiy sharoitlarga qamab, erkinlikdan mahrum qilib ruhiyatini og'ir stress bilan sindirganidan keyin sodir bo'ladi. Hayvonlarda yuksak insoniy idrok yo'q, ularda ruh yo'q. Yaratuvchi ularga faqat jon, his tuyg'u va tabiiy vazifalarni bajarish uchun qisman aql bergan. Ularda tanlov ham yo'q. Endi esa insoniyat sivilizatsiyasiga Alloh buyuk ong va tanlov erkinligini bergan mana shu aqlli odam zoti nasliga qarang. Odamlar orasida qancha yashirin va oshkora odamxo'rlar bor. Faqat nafs va pul uchun o'z farzandlarini qullikka sotayotganlar esa qancha. Boshqa ayolga ketib qolgan erkakka bo'lgan alami tufayli hech qanday gunohi yo'q go'daklarni baland qavatlardan uloqtirib, orqasidan o'zini tashlayotgan onalar yo'qmi? Ha, ularni urib, ularga tazyiq o'tkazayotgan onalar qancha? Otalar qancha? Odamlar oddiy buyumlar, pul yoki toptalgan g'urur uchun bir-birini yo'q qilishmoqda, o'ldirmoqdalar. Turli xalqlar tarixida odamxo'rlik qilib, inson go'shtini yashirincha sotgan va uni boshqalar yegan dahshatli faktlar tiqilib yotibdi. Biroq insonni faqat jismoniy qurol yoki zo'ravonlik bilan o'ldirish mumkin deb o'ylaysizmi? Ha yo'q, bu aytganlar dahshat, ammo bundan-da dahshati bor. Chuqurroq o'ylab ko'ring. Qotillikning turli ko'rinishlari bor. Odamlar hayotdan faqat pichoq yoki biror jism orqali mahrum qilish mumkin deb o'ylashadi. Yo'q, eng og'ir, eng dahshatli qotillik bu so'z bilan va o'z qilmishlari bilan qilingan qotillikdir. Ko'plab insonlar bunday qotillikni har kuni sodir etishadi. Ular har kuni o'z yaqinlariga, onalariga, otalariga, farzandlariga, opa-singil, aka-ukalariga, juftlariga aytayotgan achchiq, zaharli so'zlari bilan kimningdir hayotini barbod qilishadi. Qanchadan qancha farzandlar o'z ota-onalarini xo'rlashadi yoki tashlab ketishadi. Qancha ota-onalar o'z bolalariga xiyonat qilishadi. Bu chidab bo'lmas og'riqdan inson ruhiyati qattiq siqila boshlaydi, azoblanadi, tana bunga dosh bera olmaydi. Oqibatda odamlar insult, infarkt orttirib dunyodan ko'z yumishadi. Ular so'zdan o'lishadi. Ha va nozik olam qonunlariga ko'ra bu eng haqiqiy qotillik hisoblanadi. Endi har biringiz o'ylab ko'ring, o'z so'zingiz bilan mabodo kimningdir dilini og'ritmadingizmi? Yaqiningiz qalbiga o'lim jarohatini yetkazmadingizmi?
va mana shu soniyada cho'chqa darajasidan ham pastroqqa tushib ketganlar qancha, hech ko'rmadingizmi? Axir cho'chqa vahima ichida qolganda unda ong yo'q. Inson esa o'z oliy ongini ishlatib, bilib turib, anglagan holda o'ldiradi, anglagan holda harakatini qiladi. Jahlim keldi, boshqa qildi degan bahonalar esa albatta bu shunchaki bahonalar. Shundan keyin kim qanchalik dahshatli ekanligiga bir e'tibor qarating. Ammo diqqat qiling, cho'chqalarni iste'mol qilmaslik va singdirmaslik bu taqiq, ammo ularni qiynash bu gunoh. Cho'chqalar juda aqlli jonzotlar. Ularning joni bor. Ular qo'rqishni, bolasini vafodorlik bilan sevishni, fermalarda azoblanganda chin ko'z yoshlari bilan yig'lashni bilishadi. Yovvoyi tabiatda ular tabiat muvozanatining bir qismidir. Inson qo'lida esa ular bizning nafsimiz qurboniga aylanishdi. Cho'chqaning mahsulotlaridan har qanday ko'rinishda voz kechish bu sizning salomatligingiz, ongliligingiz va ma'naviy tozaligingiz masalasi. Ammo ularga nisbatan shafqatsizlik qilish bu insoniyligingizni yo'qotilishidir. Hattoki boshqa maqsadda yaratilgan bo'lsa ham, har bir jonzot azobsiz yashash huquqiga egadir. Keling, olamni faqat o'zimizning manfaatimiz nuqtai nazaridan baholashni to'xtataylik. Yaratuvchining har bir maxluqotida hikmat bor. Bizning vazifamiz bu hikmatni hurmat qilish, tanamiz va ruhimizga nima kirayotganiga e'tibor berish, har bir so'zimizga mas'uliyat bilan qarash hamda qalbimizdagi munofiqlikni va yashirin qotillikni butunlay yo'q qilishdir. Azizlar, mendan ranjimang faqat. Ko'pchilik meni eshitayotganlar hozir biroz meni tilimni zahar ko'rishi ham mumkin, ammo haqiqat shunday achchiq bo'ladi. Achchiq haqiqatni esa faqat do'st aytadi. Dushman esa shirin gap bilan yog'labgina o'tib ketaveradi. Nima uchun? Ko'zingizni ochilmasligi uchun. Men esa har bir inson islohga kelishini juda ham istayman. Shuni desangiz, juda ko'pchilikni ko'raman. Boshida ro'mol. Aslida Qur'oni Karimda bunday hijoblar haqida yozilmagan bo'lsa-da, ammo maylida, ixlos qilibdi. Shuni rost, shuni to'g'ri deya ko'ribdi. Bu juda ham muhim narsa emas. Ammo shuni ixlos qilib Alloh yo'lida o'zini xudojoy qilib ko'rsatayotgan qanchadan qancha ayollar boshida ro'mol, ammo labida qip-qizil pomada. Mayli, qizil bo'lmasin, farqi yo'q qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Har xil kremlar, har xil badlar, har xil kollagenlar ishlatishadi, surtishadi, reklama qilib o'zini ko'z-ko'z qilishadi. Gap ularni o'zini chiqib ko'z-ko'z qilayotganida emas. Gap ular mana shu kremlardan, mana shu lab bo'yoqlaridan, mana shu atirlardan foydalanib turgan joyda, ya'ni cho'chqaning suyagidan, terisidan, yog'idan tayyor bo'lgan mahsulotlarni ishlatib turgan holatda chiqib boshqalarga aql o'rgatib, nima gunohu, nima savobligini, oq va qorani qanday ajratish kerakligini aytib o'tirishadi. Ammo bir daqiqa bo'lsa-da o'zlariga hech nazar solishmaydi. Bu juda ayanchli holat. Opa-singillar, o'zingizga bir e'tibor qarating. Nimani so'rayapsiz, nimani ichyapsiz, nimani kiyyapsiz? Axir bu hammasi bir-biriga bog'liq narsalardir. Ha, albatta, buni bilib turib qilishmaydi, bilmaganlikdan qilishadi. Ammo bilmaslik hech qanday jazodan ozod qilmaydi. Shuning uchun o'z joningiz shirin bo'lsa, uni asrashga intilish kerak. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Eslang, aziz va mehribon insonlar, axir siz oyli mavjudotsiz-ku. Butun borliqning eng avvalida so'z bo'lgan Allohning o'zi, abadiy ruh, buyuk efir, buyuk nur, koinot qudratidir va uning so'zi uning o'zidir. Uning eng oliy namoyon bo'lishidir. Yaratuvchi yer yuzidagi barcha mavjudotlar ichidan aynan insoniyatni tanlab, bizga mana shu eng qudratli qurolni va muqaddas tuhfani, so'zni hadya etdi. Har birimizning o'z menimiz va o'z so'zimiz bor va bu ilohiy vosita bizga faqat yaratish, bunyodkorlik va muhabbat uchun berilgan, aslo qotillik uchun emas. Allohning bu qimmatbaho ulug' tuhfasidan foydalanib, mabodo o'zgalarni vayron qilganingiz va yaralaganingiz sari o'zingizga va o'z ruhiyatingizga shunchalik og'ir va yomon qilgan bo'lasiz. Buni unutmang. Bu haqda chuqurroq o'ylab ko'ring. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astroplatforma Chengiza.com haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burj, haqiqiy osmon o'lchami. O'zingni tani, to'g'ri qadam tashla. Taqdiring bilan do'stlash. Astroplatforma Chengiza, bu yo'lda senga madadkor. To'g'ri qadam tashla. Uyg'on va o'zligingni angla.